Dadamdan anlasam, siz şirketin işleri tas yetişemeyotibsiz. Şuna ben size yardımlaşgudakman. Şunda olgandan keyin ben yardım qildigan açtı. Ben bunda almasam, meni yo'lab pastga tushib qo'yapsiz. Hay, hech bo'lmadi deganda bayam degan planlaringiz bir yezib chiqsangiz, shuni qarta direktor bilan mening tasdiqimdan o'tgandan sho'shtiringiz qilsangiz bo'ldi emasmi? Bir şirketning direktorining o'g'li qanchalik bola kelyapti. Voy o'zing uchun ishxonam yo'q bola ekansan qo'taqa. Senin qo'lingdan adam qo'rqitish, qizlar po'xirlik qilishdan boshqa nima ish keldi seni? Voy mening qo'limda bir yanasan-ku? Ha, men shu. Voy chiqay, adashma. Ya kelmayman. Chiqar mana. Sizning kim bo'lishingizdan qat'iy nazar men sizga deb qo'yay. O'g'limni yuraqroq turing. Bo'lmasa ko'rdigan kuningizni ko'rsatma. Nima deysan? Men senga Shahida deb bir qiz bor. Shuni tunishtiraman. Uning bo'y turqi, hamma tarafi o'qigan sangi shunchalik maskilligi bilan meni gapimni kira ash qizlarni oldisachi-ma. Voy, buncha pul qashligidek nima lozim sizga? Siz lozim. Siz ham 500 qo'yib pulingizga men setib olayman deb o'ylab qopsizda. Uxlamay tush ko'ribsiz. Hadi ama kızınızımız köp gündüzü dükkanı takap, oğallar bilen tamakı mangdı. Dükkan takaldı. Havada optular, cuma? Oy! Ha, nima ish qilyotgan? Qanday bo'lganmi 1,5 soat tash so'qshamdoq. Ha, ma qandaysa ballar xabar qilib yarim soat qishda ichirxon kelsin, ha? Ha, men yarim soat qish borman. Haqa xo'sh. Chiqib bulanmaysan G'obek. Voy shu do'stlarim bilan tomoq yeyotgan. Yamanbek aldiratdingiz. Yana birasini ozdirib bu yerda. Hay menga. Hey, bu da nəhayət çox mühim işdən birisi var, qalamsa. Qalay? Qara, mən telefonunğa bir adresini əvətib qoydum. Ətə mən degan vaqtın özdə aşağı berib, mən degan boyunca işini pakiz bitirib bəsən, səni yaxşı razı. Onunduğu çataq yox. Lakin mən hazırca sizni bir iş qıldırıb pulunu verməyə vaxtım var, hə? Qara, maqtim iş, nəhayət çoğ iş. Bunu mən deyəndə yaxşı bitirib bəsən, burunqıda yaxşıraq razı qılma. Qanda? Pekala. Qara, sən xalqның tamaqını bunda yeyələmə. Ətəgən məçiraylıq gelənə teyib çıxmısan, hə? Hay, şans qılına. İşlərini mən deyən boyunca bitdi. Səndən? Hey Shahida. Oy, siz bir yer gap qapsizqo. Rifatga telefon bersan faqat ammada uni shirkatimda bizlab kelgandim. Ha, Rifat bir soatdan oldin tek sirtqa chiqib ketgan. Ha, o'zi yolg'izmi? O'zi yolg'iz ha. Siz jo'nagmandingiz. Men sho'x deb qoldim emasmi? Uyga tomoq qilgandim. Ha, birga tomoq yeyapmandoq. Voy bo'ldi, rahmat. Nimga rahmat deysiz, tomoq yemay turib. Jurgan moto bilan keldim, yana kelib qo'yma. Mening bir yerim yaramdimi ya? Voy yo'q, undaq emas, xato tushunib qoldingiz. Ha, hamsa tomoq yegash birga paranglashaylik. Men yolg'iz, sizmi yolg'iz? Bunda bo'lsa adamni ichib pishib qoldik-ya. Voy, nimda toq-tuqqa qilsiz, bo'pti, ko'nglingiz yerda qolsin. Mashinam bo'lgan bo'lsa, oldiga chiqib mangan bo'lardim, lekin moto bo'lsa-mi yaxshi, shamolliq. Bo'ldi, chiran. Qazan acaba qaynamasdı qaldı ya. Ben sizin otunuz için taz köymeye batırdı cuma. Meda otu mu, qazanın otu mu? Siz ot, ben degen qazan. Şunun için ben sizin otunuz pek yalqıncımaya batırdı. Baqara Rifat. Ona 100 qilin qazan bağı, menden qızda 10 turğuz qoysunuz mu qaynaydiğandek emas? Şuna bağı, ben xotna bağı azraqlı küçəytib qoysa, qazan degen ulğuyup bitidi. Elg'o 10 qiz bor ekan, bunda qazonga bir qiz bolni ot kerak.
Merhaba. Ben düştük tamak çıqqan. Ensirmang. Tamak yapıplı qaytdım ben. Maqul. Xo'sh. Ey Nergize. Bu çoğunlar biz yaşlarını kaçan mı düşüne? Oy. Endi tushundimda qo'lingiz tutqizib qo'yish bo'lamdi. Bu Rifat Jot tutqasi bo'ldigan bola. Siz sebebi chaqasi. Voy Dilya. Keladi. Keling şeyde. Seni avar qilib qo'yamizmi? Nerede gapni qilgan hammamiz o'z odam tursak. Men bir tunishtirib bu yoq bo'lsa şeyde. Bizning shirkatning boshqaruvchisi, mening dadamning kotibi, mening boshliqim. Ne şeyde. Bu yoq bo'lsa Nargiza. Men necha vaqtni qo'g'ilishib, vaslimga yetolmayotgan qiz bola. Shun oldim qilam o'tag'is qo'ydi. Oy, siz meni qo'g'ishyapsiz, men siznimi? Voy, hammamiz o'xshash. Sizga qapsizliq. Telefon qilsam ammidim. Qizlarning zoti qilsam yo'q ekansa, shuni yolg'iz ichim siqilib shayda bilan tamoq kelgandim. Maoshim o'pti mana. Sen bir qitimliq tamoq bilan yo'qolib ketma, ma shaydan patpat tamoq chaqiribdi. Shaydan bag'o shirkat ishlab charchidi qara. Motoson chaqchiliz kelaversin ishchinchisi men beqag'o. Voy, motoning chaqida chatoq yo'q-ku shayda. Dilya, sen bag'o adashma beka juri va men bizning zavodga ishga tushsan olti deyman. Ilimi chiqmadi adashmish gap sening og'zingdan, ha? Ma gapni. Unda o'z aytlam kepishligini oldi. Chatoqda shayda. Mayli. Vallahi o'tadingmi? Kela. Bu sen kechikib qolding-ku. Ben de sizlardikidek mashina olmagandan keyin moto bilan kelgan gapimda. Yo'q, 10 moya o'g'it-o'g'idek qilgan bola qapsizlar juma. Qanday sizlar yaxshi turdingmi? Yaxshi. Mulozim, ne chaydan 3 stakan. Sen-cho'da yo'qolib ketding-ku. Yaxshi, yemaman. Nima yolg'iz? Vallahi biz tamoqni modda yedi. Biz Nargizani olib qo'yay, qog'ochdan tepilishdi. Bo'ldi, chatoq yo'q. Shayda, juringa men sizni shirkatga olib qo'yay. Men taksi to'satlam ketaymi-ki? Motoda keldim, juringa motoda shamollab olib qo'yman. Maqlamsa qadi, ha? Baqol, qo'sh. Haylaqchilik yuribsan-da. Mallalmi yana bag'o bu yerdimi? Ular hozir mangda. Ishlar mening deginim bo'yicha bo'lsin, ha? Rash bo'lmaganda? Tutum qayrilib ketgan o'xshaydi o'zimni. Pek og'rib ketib Doktorxonaga boraymi ya? Sizdan biror tanishingizmi? Yo'q, asta-asta tanishimiz. Unda o'z tanishqash turing. Meni ishga boradigan vaqtim bo'lib ketdi. Mang'ash turay. Ey shayda. Voycha, tundak og'rib ketib. Bo'pti, men kechki ishxonangizga boray. Umutunda duxoda kimshaq. Nimadan deb yurisiz? Tutum og'rib jilim aradan qolganda. Qaraga kiyindirib men bo'lib ketdim. Yazdım moto yaxshi, bir xil shamolliq ham payzi. O'g'il shu. Men sarang. Qiz yigit motoni mushtayisi motay degandek bo'lmamda. To'ljiq gap qilmay yo'lingizga mengab tutum og'rib aranjinim qolganda. Yana bir ikkini turmizdan saqitdi. Chiqib qolayda bo'lsin. Ha, mangduq mana mangduq. Ey shayda, motoga patmoqdaksiz, men kechki ishxonangizga boray.
Bu Dilyar diyesi yok. Qadiye, sen mu Rifatning yaqin og'inisiga qara. Aş Nergize degan qizvalning zodi qanday qizval ekanligini bir aniqlab menga bir akbira. Bu sana berilgan bir muhim vazifa bo'lsin, Juma. Uningda chataq yo'q, lekin Rifat bilib qolsa yaxshi bo'lmay qolarmikan? Xotirjam bo'laver, manba. Mana shuni qila, ha? Ma'qul. Namanınız? Ne maksat hünkârınız? Yaxşı ben sizni atayım, apırıp koyga tuydum ya da. Apırıp koymuşsuz bizden para alayım. Ve unçola kopallık qilib ketmang qiram. İmran necip toygazdınız beni. Bunda kirşamal cuma. Ha, men kirşolmay men yo'lingizga men. Ha, siz yo'lingizga men yering ekan, rasmlar taqilib ketib qolsam, inoatingiz ta'sir etib qolmasin. Rifat bilan tushgan rasmlaringiz bor emas menda. Doim olmuşlarda tehdit samaqçıma. Qarang, bu tahdid emas. Ham o'g'aval degan o'zining so'yguniga erishish uchun har xil amallarni ishlatadi emasmi? Ah, muhabbat. Ah, so'ygi. Gapni anglab mashinaga chiqsin, tugaydi. Ha, nima? Ha, mushunchalik ish emasmi? O qaqchab yurib ish yo'q, qarang. Yoshchilik qilgan ishlar bo'ldi, xafamanga bo'ldi. Mangma. Açıkçımı sen aldın mı? Ekleyi. Açıkçımı sen aldın mı? Ma. Ey. Meni iştirip atam sen? Lazım maç koç. Ma. Ağzımını bozuyordum. Ma. Ey bak. Tata. Ma maşinden çıkan ma öttür. Açıkçı lazım mı lazım emas mı? Ekle açıkçım ne? Güzgün. Dişimge az tek düşen. Ey. Bana çak vatam sen yana. Kimdin? Açıkçı lazım mı bamız gideyim ha? Vay alıdığından pulunu ey. Ha bana qaysi davr hazır. Xombo. Ne ma. Xombo atay. Qo'sha vishin qaranglashib turamiz. Hozir vishnoni qo'shay. Ertaga 2 butonni bir qo'shiman qo'yman. 200 ha? Mana ko'rib ol 200. Nergize muhabbet ikkanız Rifat evet etti. Başını çıkma. Neymiş çıkıdayım ha? Ha, resimler taqilib ketib qolmisan. Vay qandaqsız bir qılın ha? Sizin qo'lingizdan muşta ishladim bilek nim gelmekçidi. Pes. Ya, seriq tökma mashinamni ochiq uchun ne qo'yding? Mashinani oldichoqni mastib qarayapti. Ya, gaqilama mashinani ochiq chiqqan ya. Ha? Ha, topdingmi? Ma og'zimni buzuytma mashinani ochiq chiqqan edi atma. O'ng taraf choqning ostiga qara. Qani? O'ng taraf choqning ostida ochangning yig'ini qilamikan? Bunda bo'lsa keyni choqqa qara. Voy, mana men bu yerda dadangning beshi olamda. Sol taraf choqning ostiga qara. Ma og'zimga bek ochiq gaplar kavatida o'zingni bilib oldikam, ha? To'xta, telefon kelib qoldi. Ma tutib atqanma, yurgingni chiqirib aytma, degina mashina ochiq nerda? Choqning ostiga qara. Choqning ostida dadangning beshi bormikan bu yerda? Ma o'ttirib aytma, gaqila ochiq chiqqani.
Unda bo'lsa paychiganning ichiga qara. Ko'zimga ko'rinib qolmadimi? Tangli yuz, chiqqoqash. Bir ayol ko'rib qolib qolsam, eski kiygizini dassigandek dassab ishtiq tashlab berib o'tishindingmi? Sumkangni o'g'itib qolmay. Manga chaqchaq qilib xatarlik yavlar etishib olding. Ana manangni ko'zingga ko'z tutib o'tishindingmi? To'xta, yana telefon kelib qoldi. Qadiya, men sana tapılgan işler qanday olib ketdi? ishlarni siz degan bo'yicha bir taraf qildim. Nargiza degan qizlar Imron degan bilan so'rishib yuribdi emasman. İmron? Ha. Bo'ldi, buni nəhayət yaxşı qıpsa. Ma resimde mening undarim qavatib at, ha? Bo'ldi, hozir avat.